Assalomu alaykum aziz muxlis. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha yangiliklar va show biznes olamidagi so'nggi videolar kanalimizda joylashtirilib boriladi. Siz deb turib ko'pchilik yozgandi. Mana syomkalar bilan bo'lib qolganim uchun hech ham vaqt ajratolmagandim. Azizlar, o'shaning uchun ham menga tegishli qismida bugun ehson qilmoqchiman. Qaranglarki, yangi yil ayyomiga to'g'ri kelib qoldi va insonlarning ko'nglini ko'tarish uchun bugun mana shu ehsonimizni tarqatamiz. Tayyorgarlik boshlandi ehsonni. So'rasa deb turdim, to'g'risi bor. Har safar o'tib ketib qolaman. Qara qiziz, yaxshimisiz? Rahmat, o'zi ham bayramlaringizlar. Videoga oldiryapman, maylimi? Yo'q, o'may, u Qarang, yo'q. voy qarang. Men bitta narsa bermoqchiman faqat sizga. Tushing. Bu sizga yangi yilda. Sovg'a. Yaxshi o'tkazing. Rahmat. 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 Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Propiska bo'lgan sizga. Rosta! Propiska bo'lganmisiz? Ko'raman, rosa ko'p. O'mi kelinglar. Aktrisamizdan omadlarini bersin. Voy rahmat. Faqat erkak bilasiz. Baraka topinglar, sog' bo'linglar. Nima niyat qilgan bo'lsanglar niyatinglarga yetinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bolalaringiz rohatlanib ko'rishsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsanglar niyatinglarga yetinglar. Muborak bo'lsin. Mana sizga. Ha, rosta? Voy, rosa tanidi. Voy deb qoldi. Voy rahmat. Voy rahmat. Yangi yil yaxshi o'tkazing. Rahmat. Yangi yil yaxshi o'tkazinglar. Amin. Aytganingizdek esa yaxshi o'tkazinglar yangi yilda. Joninglar sog' bo'lsin. Kasbkorlarga Alloh baraka bersin. Tanit sog'lik rizo bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Sizlarga qo'sha qaring, bola chaqalaringiz rohatlarini Rahmat. ko'ring. Iloyim umri haj safarlariga Alloh Amin. Aytganingiz kelsin. Amin. Amin. Rahmat. Topganinglar barakasini bersin. Hammalarni yangi yillar yaxshi kutib olib, oilalarga bosh bo'lib, yaxshi kunlarda sog' salomat o'ynab kulib yetib keling. Yangi kunlarga Allohning o'zi yetkazsin. Valing. Sizlar bir berdinglar, Allohning o'zi 10 ming qilib qaytarsin. Mangam bu. Sizga? Rahmat. Tashkilotlarga baraka bersin. Kunlarda Allohim o'zi asrasin. Amin. Xonadoninglarda hamisha fayz baraka bo'lib, ahli islom farzandlardan berib hech qachon yomonlik ko'rmanglar. Butun qilsin, ishlaringizda rivoj topganlar